Assalomu alaykum. Bizni kuzatayotganlar, hozir Greenleaf mahsulotlarini raskopka chek qilamiz. Mana bu mahsulotimiz kir yuvadigan gel 3 tasi bitta. Juda ham zo'r. Buni hidini aytmaysizmi? Shunaqa zo'r. Ichini ko'rsatishga umuman imkon yo'q. Juda ham zo'r bu. Pashti 2 oyga yetadi. Juda ham zo'r. Kirmoshinga ham, qo'lda yuvishga ham juda ham zo'r. Mana bu mahsulotimiz Nilrich brendidagi juda ham zo'r choyimiz. Bu choy ozdiruvchi va ichki organizmlarni tiklab beradigan xususiyatga ega. Jigarni ham toksinlardan tozalab beradigan juda ham zo'r choy. Har doim shu choyni iste'mol qilamiz. Mana bu oyoqqa naski o'g'lim bilan dadasiga naski chidamaydi. O'shanga naski olganmiz. Qarang, bu naski bambukdan bo'lgan. Buni qanday ochamiz? Bambukdan bo'lgan, umuman hidlatmaydi oyoqni. Kimdadir nimadir bormi shu yerda? Ruchkani berib yuboringlar. Hozir ochib ham ko'rsatganimiz yaxshiroq. Kalta naska bo'lsa ham juda ham zo'r. Hozir yozgi shunday qil. Mayli, bu yoq ochiladi. Mana qarang, qanaqa chiroyli upakovkali Greenleaf'da naskilari shunaqa zo'r. Oq deysizmi? Qarang, qanaqa chiroyli. Qora deysizmi? Hamma naskilarimiz ham bor. Ayollarga ham, erkaklarga ham bemalol kiyib ketaveradi. Mo'jiska jenskiy farqi yo'q, menimcha, qizim. Shunday, juda ham zo'r. Buni keyin solib qo'yaveramiz. Kardil brendidan. Nima brendidan? Kardil. Kardil brendidan ekan mana. Yonimda yordam beruvchi qizlar bor. Keyin mana eng ayollar uchun kerak bo'lgan mahsulotimiz bu posuda yuvadigan simchotka desak bo'ladi. Lekin buni dasmollat. Dasmolli latta. Bu lekin qo'liga kirmaydi. Bemalol qozonlaringizni yuvishingiz mumkin, gazlarni yuvishingiz mumkin. Ancha mahalga chidab beradi buni. Qo'lingizga mana sinda yuvsa qo'limizga kiradi-yu, bunda kirmaydi. Juda ham zo'r. Silikondan tayyorlangan ekan. Juda ham zo'r. Posuda yuvadigan qozonga, gazga kerak edi uyga. Keyin eng yaxshi ko'rgan narsam mana bu ertalab ichadigan kofelarimiz. Bu ozdiruvchi kofe. Goh ichib, goh ichmayapmiz. Bu ichki shalaklarni ham tozalab beradigan. Mana bu choyimiz ham ichki shalaklarni tozalab beradigan choy. Mana bu kofelarimiz juda ham zo'r. Ertalab bundan ichganingizdan keyin immunitetingiz baland bo'lib, umuman charchamaysiz, och qolmaysiz. Sizlar ham ichgansizlar buni? Ichganmiz. Hozir buni sarabansiz qanday qilib ochamiz? Rosa ham upakovkasi zo'r bo'lganda mana bu mahsulotlarni ochishda qiynalamiz. Qo'pol bo'lib ochyapmiz buni. Ilojimiz yo'q. Bizda ozgina erkak fitrati bor. Tushunaverasizlar. Qo'pollik qishloq ayollar bo'lganimizdan keyin shuda. Buni qanday ochaylik? Ko'ryapsizmi? Bu yerda nechta bor? 20 ta bormi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta. 15 ta kofe. Buni shunday 200 gram qaynagan suvga damlab ichasiz. Kun davomida energiyangiz, immunitetingiz baland bo'lib, rosa zo'r kayfiyatda yurasiz. Buni ichib ko'rishingiz kerak, tavsiya qilaman. Hammasi sutli ham juda ham zo'r. Keyin mana bu badanni oqartirib beruvchi Dilyadush, namlab beruvchi Dilyadush. Hozir issiq kunlarda tanamiz, bilasiz, Surxondaryo juda ham issiq, shuning uchun tanamizda qurish bor. Mana bu Dilyadushda tavsiya qilgan bo'lar edim. Buni lekin hali ishlatib ko'rmagan ekanmiz. Hidi qanaqa ekan? Sizlar ko'ramizmi buni? Rosa ham zo'r mahsulotlarimiz, gap yo'q Greenleaf mahsulotlarini. Bu yoqni ochmay, bu yoqni ochib bermadi mana. Hidi rosa zo'r ekan. Hidi ko'ringlar, rosa shirin ekan. Keyin konditsionerli shampun. Juda ham zo'r, sochimizni oziqlantirib beradi. Har bir shampunlarimizda jenshen bor, juda ham zo'r. Bu shampunlarimiz nima deydi, miyani damaltiradi. Qayzg'oqlarga qarshi. Uzr, men millatim o'zbek emas, birozgina gapirishda qiynalaman. Talaffuzimda to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz bizni tomosha qilayotganlar.
Bu juda ham zo'r shampun. Farzandlarim ham o'zim ham sevib iste'mol qilamiz deyapman. Sevib ishlatadigan shampunimiz juda ham zo'r. Keyin eng yaxshi ko'rganim o'tgan safar emas, mana 2 yil oldin Xitoyga borganimda o'sha Xitoydagi bosh servisdan olib kelgandim. Juda ham zo'r. 1 yilga yetuvdim. Ana shunchagina olsa ham ishlatsa bo'ladi. Bu nima deyishingiz mumkin? Bu shampun, tuzli dengiz tuzidan bo'lgan shampun. Buni hidini va pishi udar hidi. Ham bu juda ham zo'r. Sochni to'kmaydi, sochni davolab beradi. Ya'ni kallarni davolab beradigan xususiyatga ega ekan. Soch to'kayotganlar uchun ham bu juda ham zo'r effektga ega. Mana hidini ko'ringlar qizlar. Ha, buni salatan ham bor ekan. Qanday ochilardi? Ha, mana. Qarang, tuzdan bo'lgan sho'rtakkina yeb ko'rganda gapiryapman. Qarang, qanaqa shirin. Xuddi bir yeydigan marmeladga o'xshaydi, lekin bu juda ham zo'r shampun. Hidini ko'ring. Davolovchida. Davolovchi rosa zo'r. Lechepnoy. Keyin mana bu ayollarga kerak bo'ladigan tez yordam, bu podkladga juda ham kerak, ayniqsa ayol qizlarimizda oyboshi ko'rayotganda kerak bo'ladi. Juda ham zo'r. Kiyimingizda o'zingizni xijolat qilmaysiz, ichki kiyimlaringizga yoki shimlaringizga o'tib ketmaydi, yubkalaringizga o'tib ketmaydi va buni ichida chip bor, uni ham hozir ko'rsataman. Buni qopqog'ini yopib qo'yasizmi o'zingiz? Hozir men buni ham ko'rsataman. Qarang, bu nima uchun kerakligini yaxshilab bilib oling. Mana bu podkladga ichida nechta bor ekan? 6 ta. Bitta 6 ta bor ekan. Qarang, qanaqa upakovka. Buni ichida, buni ichida ham upakovka bo'lib turibdi. Mana bu podkladkamiz. Ko'ryapsizmi? Juda ham mustahkam, ham bambukdan bo'lgan, hech qanaqa zarar yo'q. Har bir mahsulotimiz bezximikat, odam hayotiga bezarar deyilgan mahsulotlarimizdan. Endi hozir shu yerda suv bormi qizlar? Oddiy podkladgacha bambukchi, bambuk salfetka bormi shu yerda? Buni shuni qilib ko'rsatamiz. Bambuk bor. Bambuk salfetka ham beringlar. Mana bu chip juda ham ayollarda jenskiy tomonidan belda pastda problema bo'lsa, shamollash bo'lsa, har xil muammolarni hal qilib beradigan, miyoma kistalargacha tortib beradigan, yo'qotadigan chipimiz. Bu nima qiladi? Misol uchun bizlar uyda yuramiz, hammamiz tana sog'lom, lekin charchab ketaveramiz. Tana sog'lom, charchab ketaveramiz. Nima uchun deganingizda, har birimiz yonimizda mana bunaqa nur tarqatadigan telefon bor. Bu telefondan bizni kallamiz o'zimiz zaharlanib, bunday aytganda nurlanamiz, charchaymiz. Ana shu telefondan chiqayotgan nurni ham qaytaradi mana shu chip. Ko'plar mana ko'p chet ellarda ko'rsangiz, buni ikkita kunligi bo'ladi-ku, dinovnoy. Ana shuni olib ikkita paryostiq orasiga qo'yganlarni ham videosini ko'rishingiz mumkin. Chunki bemalol telefon, Wi-Fi ko'rganingiz bilan sizga ta'sir qilmaydi. Asabiylashib ketmaysiz, charchab ketmaysiz. Endi qarang do'stlar, men mana bu ochgan podkladkamga hozir suv qo'yaman. Mana qarang. Mana bu yerda suv qo'yaman. Ko'rinyaptimi? Suv qo'yamiz, qarang. Qanday singib ketishini ko'rasizlar. Hozir bunga eskisi yo'q bizda, hozir ikkalasini solishtirib ko'ramiz desak. Yo'q, bozordagi yo'q. Bozordagi bo'lganda solishtirib ko'rsatardik. Endi qarang. Mana bunga hozir ko'z oldingizda suv quydik. Endi buni hozir mana bu quruq salfetka bilan, mana bambuk salfetka bilan sizga ko'rsatib beramiz. Mana buni ichidagi yaxshilab qaraysiz, nam o'tadimi yo'qmi ko'rasiz. Ko'rdik, hozir deyarli yarim piyoladay, 1 piyoladay suvni quydik. Endi qarang. Mana bu salfetkani yopishtirdik. Ustiga urib ko'rsatishimiz mumkin. Qarang, salfetka quruq. Ko'ryapsizmi? Salfetka quruq. Tetkilab ustiga chiqsangiz ham. Siz qaysi birini ishlatgan bo'lardingiz? Qora bozorda podkladkasini yoki mana shunaqa bezximikat va lichinovoy podkladkalar ishlatgan bo'larmidingiz? Mana shunday qilib Greenleaf mahsulotlarini oilamizga oldik. Chunki bizning sog'ligimiz, o'zimizning oilamiz sog'ligi biz uchun muhim bo'lgani uchun Greenleaf korporatsiyasiga hamkor bo'ldik va bir necha yildan beri shu korporatsiyaning mahsulotlarini, tabiiy mahsulotlarini ishlatib kelmoqdamiz. Bizni kuzatayotgan kuzatuvchilar sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardik. Chunki Greenleaf korporatsiyasining ofislari hamma joyda bor. Bemalol boring, ko'ring, eshikni taqillatib ko'ring va mahsulotlarni ishlatib ko'ring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yashang.